Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammadin muhyin nufus wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xayrli islarga muvaffaq qilib qo'ygan olamlar Robbisi Allohga hamdlar bo'lsin. O'zining go'zal xulqi bilan ummatga namuna bo'lgan janobimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga salovatimiz bo'lsin. Bu kishini yo'llarini mahkam tutib, bizlarga ilm berishda charchamay, har bir qalbga muhabbat urug'ini ekib, haqiqat sari yo'l ko'rsatuvchi pirimizdan, ustozimizdan Alloh rozi bo'lsin. Marafonimizga xush kelibsizlar. Bugungi marafonda ishtirok etayotganingizdan xursandman. Va bu marafon hayotingizda ijobiy tomonga o'zgarishida burilish nuqtasi bo'ladi deb umid qilaman. Hop, mavzuga o'tishdan oldin qisqacha o'zimni tanishtirib o'tsam. Kaminangiz Nozima Asad qizi bo'laman. Yoshim 45 da, Toshkentlikman, oilaliman. Islomiy psixologiya va tasavvuf yo'nalishida, ya'ni qalb, aql, miya, nafs mavzularida 4,5 yil, 5 yildan beri faoliyat yuritib kelaman. Aynan shu yo'nalish orqali chilla kursini ishlab chiqqanman. Va shu 1,5 yildan beri shu kursdan 300 dan oshiq o'quvchilar shu chilla kursi orqali ijobiy natijaga chiqib kelishmoqda. Bugungi mavzu qalbingizdagi holatlar bu bejiz emas. Siz tushunmayotgan ishoralar haqida. Bugun siz bilan shu oddiy mavzu emas, bu juda ham ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin hayotni o'zgartiradigan narsa haqida gaplashamiz. Ishoralar nima? Ko'pchilik bu ishoralarni tushunishmaydi. Ya'ni ayrimlar buni o'zi sezmagan holda, masalan, hikmatga burib yuborishadi. Hamma narsani hikmat deb hisoblash ham yaxshilikka olib kelmaydi. Hikmatni o'zini joyi bor, o'zini o'rni bor. Hop, qalb holatlarini birinchi navbatda tushunib olsak, inson bu dunyoga faqat tanasi bilan kelmagan, bilasizlar. Unda Alloh tomonidan berilgan qalb ne'mati bor. Qalb hech qachon bejizga bezovta bo'lmaydi. Siz his qilayotgan bezovtalik, ya'ni siz mana ichingizda hammangizda o'zingizga yarasha qanaqadir o'ziga yarasha bezovtalik bo'ladi, ichki bo'shlik bo'ladi, qanaqadir nimadandir qoniqmaslik holatlari bo'ladi. Bularni har biri bilib olinglar, signal, bekorga bo'lmaydi. Lekin bizda o'sha vaqtda nima qilamiz? Chalg'ib ketamiz. Telefonga kirib ketib qolamiz. Kerak emas, behuda, biz uchun bir nima deydi, foydasiz bo'lgan videolarni ko'rib qo'yamiz. Shunaqa qilib ovutamiz o'zimizni. Lekin bu holat ketmaydi. Nega? Chunki siz o'sha kelgan signalni o'chirishga urinmoqsiz. O'zingiz sezmagan holda. Sababini tushunishga emas. Hayotda hech narsa bejiz bo'lmaydi. Ayrimlar aytishadi-yu, tasodifan bo'lib qoldi deb. Yo'q, tasodifan bo'lmaydi. Tasodif degan narsa yo'q. Har bir holat oldingi holatdan kelib chiqib, keyin sodir bo'ladi. Kechagi kuningizni qarang, kechagi kuningizga e'tibor bering. Qanaqa o'tqizdingiz? Mana bugun shu natijasi. Endi bugungi kuningizga qarang. Bugungi kuningizni qanaqa o'tkazyapsiz? Ertaga natijasini ko'rasiz. Har bir kunni o'zini rejasi bo'lgani kabi natijasi ham bo'ladi. Qalbingizdagi har bir holat sizga yuborilgan ishoradir. Sizga nima deyilyapti? Siz e'tibor berishingiz kerak. Chalg'ib ketishingiz kerak emas. O'zingizni eshitishga harakat qilishingiz kerak. Ichki holatingizni. Ya'ni ichingizga qaraganingizda, "Hoy, to'xta. Ozgina o'ylan.
yo'nalishingni tekshir, qayerdan kelib qaytib ketyapsan degan ma'noda sal o'zingizni bundoq taftish qilish kerak. Diqqatingizni o'zingizga qaratish kerak. Tashqariga chalg'urmasdan. Tashqari sizni yo'ldan qoldirmaydi. Chunki bizda nafs bor-da. Nafs haqida ma'lumotga ega bo'lganlar mana yaxshi bilishadi. Lekin biz nima qilamiz? Yana o'sha holatda davom etaveramiz. Yana o'sha xatolar, yana o'sha eski odatlar, yana o'sha kechiktirishlar qaytalanveradi. Keyin oxiri nima bo'ladi? Charchash, zerikish, jonga tegish holati paydo bo'ladi. To'g'rimi? Shunaqa qilib inson hayotidan qoniqmaydi. Keyin hayron bo'lamiz. Nega hayotim o'zgarmayapti? Nega bitta takrorlanaveradi? Deb bitta holat takrorlanaverishi jonga tegdi degan narsa paydo bo'lishi boshlaydi. Men misol uchun hozir sizlarga savol beraman. Shu savolimga javobni kommentda yozasizlar. Faqat ichki holatdan kelib chiqib, qalbingizni eshitishga harakat qilib. Shu hayotingizda hech mana shu oxirgi paytlardami qanaqadir e'tibor berdinglarmi? Ichki holatda men yo'limni topishim kerak degan narsa bo'ldimi ichki holatda? Shuni kommentga yozinglar. Bo'lmaganlar mayli yozmasanglar ham bo'ladi. Qachondir hayotingiz boshida yoki o'rtalarida shu holat bo'lganmi yoki oxirgi paytlarda men yo'limni topishim kerak. O'sha bekorga bo'lmaydi o'sha holat. Agar sizlarda shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, bu sizlarni tayyorliginglarni belgisi. Bo'ldi, oldinga yurish payti keldi degan ma'noda. Bir xil tayyor bo'lmaydi-da, tushunyapsizlarmi? Shu holat sodir bo'lmaydi. Bu yaxshilik alomati bu. Ya'ni oldinga yurish kerak. De tayyor bu holatga oldinga yurish uchun. Bekorga bo'lmagan. Muammo nimada bilasizlarmi? Muammo bilishda emas, shunchaki qo'yishda emas. Muammo amal qilmaslikda. Siz tushunyapsiz, lekin o'zingizni boshqara olmayapsiz. Shuning uchun hayotingizda sodir bo'layotgan holatlar tasodif emas. Hali aytganimdek tasodif yo'q narsa. Har bir holat ishora sifatida keladi Allohdan. Alloh ishorasi nima? Bu sizni o'sha to'xtatish uchun beriladigan holat. Sizni o'ylantirish uchun beriladigan vaziyat. Sizni o'zingizga qaytarish uchun beriladigan dars. Tushunyapsizlarmi? Har bir holat, vaziyat bekorga bo'lmaydi. Inson ozgina tafakkur qilish kerak, o'ylash kerak. Uxloq holda bo'lish kerak emas. Tafakkur degan ne'matni bizga nimaga bergan Alloh taolo? Ozgina tafakkur qilib, o'zingizga vaqt ajratib, 15 minut o'tiringlar, shu tafakkurda qanaqa narsalarga ochilasizlar. Oddiy tafakkur o'zida bizda-chi atrofga ko'p chalg'ishlar bo'lgani sababidan tafakkur degan ne'matni unutib olganmiz. O'zi tafakkur nima, qanaqa bo'ladi deydigan holatga kelib qolganmiz. Astag'firulloh. Hozirgi paytda-da, shuning uchun men sizlarga bekorga aytmayapman. Lekin negadir ko'pchilik mana shu hamma ko'p foiz odam buni tushunmaydi. Chunki ichkarida qarshilik bor. Miya, ya'ni aql bu narsani darrov tahlil qiladi. Bu tasodif deydi. Bunda hech qanaqa narsa yo'q deydi. E'tibor bergan bo'lsanglar, agar shunaqa vaziyatlar bo'lgan bo'lsa tilada. Ongiz bo'lsa, ongiz odat bo'yicha ishlaydi. Doimiy odatlaringiz mana ko'ring, nima narsalarda odat bo'lib ketgan tilada yillar davomida. Odat bo'yicha ishlaydi. Eski fikrlar, eski qarashlar yangi ma'noni qabul qilmaydi. Nafsiz bo'lsa, nafs o'zgarishni xohlamaydi. U o'ziga qulaylikni tanlaydi. Qulaylik mana shu hozir siz o'tiribsiz-ku, misol uchun bu yerda hozir dars bilmayman. Boshqa paytda qanaqadir tinchlikni xohlab o'tirasiz. Bu dunyoviy tinchlikka kiradi. Haqiqiy tinchlik bunaqa bo'lmaydi. Bu nafsning tinchligi bu. Qulay, o'ziga qulaylik holatni mana shunaqa qilib sizga tinchlik deb, haqiqiy tinchlik mana shu deb ko'rsatib qo'ygan. Haqiqiy tinchlik bunda emas. U qalbi bir chetdan keladi u. U oxiratni ham ko'rganingizda sizda qanaqadir juda yengillik holat paydo bo'ladi. Bu tinchlik dunyoviy tinchlik bo'lgani uchun siz nafsni hiylasi bo'lganini ko'rmayapsiz. Nafs o'ziga
shu holatni lozim ko'radi. Ya'ni u qimirlashni, o'zgarishni xohlamaydi. Bitta joyda o'tirishni yaxshi ko'radi. Bitta joyda o'tirishni u uchun qulay muhit. Unda qulaylik shu holat, muhit. U shu holatdan oldinga yurishni xohlamaydi. Ana shu sizda hozir o'ylaysizki, haqiqiy tinchlik deb o'ylaysiz. Haqiqiy tinchlik bu emas. Bu dunyoviy tinchlik hisoblanadi. Ammo lekin vaqtinchalik. Aslida bundoq tagiga borib qarasangiz, komfort zona hisoblanadi bu. Agar buni siz yaxshi tushunib olsangiz, juda ko'p narsaga ochilishni boshlaysiz. Shuning uchun miya, ya'ni aql ishorani rad etadi. Tushundinglarmi? Qalb esa barchasini his qilib turadi. Qalb ko'rib turadi, his qilib turadi. Lekin nafs bo'lsa, nafs aynan miya, aql orqali foydalanadi. U shu orqali foydalana oladi. Shuning uchun nafs, aql odatli kelgan ishorani bosib qo'yadi. Inson shuni hisobidan chalg'ishni boshlaydi. Misol uchun Allohga qiynamas u degan gaplar bilan bahonaga burib yuboradi nafs. To'g'ri, Allohga qiynamas, to'g'ri. Lekin kimga? Alloh taolo ixtiyor degan narsani berib qo'yibdi inson zotiga. To'g'rimi? Ixtiyor degan narsani bekorga bermagan. Insonni aziz mukarram qilib, saralab oldi va bizga erkinlikni berib qo'ydi. Bizlarni qanaqadir dasturlab qo'ymadi bir nimalarga. Bizga erkinlikni berdi. U xohlasa uni qiladi, xohlasa buni qiladi. Xohlasa yomon yo'lni ham yo'lini arqonini uzun qilib tashab qo'ydi. Nimaga? Ixtiyor o'zimizga berdi. U xohladi shuni. Qani qaysi banda aqlini to'g'ri yo'naltirib, o'zini yo'lini topib keladi deb. Qaysi yo'lni tanlaydi deb. Tanlov ixtiyorini berib qo'ydi. Ishora keladi, lekin uni inson tushunmay qoladi. Tushunmasligining sababi hayotida takrorlanishidan keyin oxiri portlash yuz beradi. Alloh ishora beradi, portlash deganda bu ichki holatda. Toki inson tushunmagunicha, vaziyatlarni to'g'ri qabul qilmagunicha qaytalanveradi. Lekin uni ko'rish uchun, o'sha ishorani ko'rish uchun, uni anglash uchun qalb uyg'oq bo'lishi kerak. Mana misol uchun o'zingizlar hayotingizdan qarasanglar bo'ladi. Oldingi misol uchun shu paytgacha bo'lgan hayotingizda takrorlanib turgan holatlar bo'lyaptimi? Bitta holat qayta takrorlanib turgan holat. Bo'lganlar yozib qo'ysanglar, men ko'raman.